هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure İsra tefsiri 15. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi İsra suresi 15. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Kimiki hidayet tapıdiken, hidayet tapqanlıqның paydası onun özü üçündür. Kimiki azı diken, azğanlıqның ziyni onun özü üçündür. Bir adam, yeni bir adamның günahını üstüge almaydı. Peygamber öğretmey turup, hiç adamını cezalığınımız yok. Biri yeni birinin günahını üstüge almaydıganlığı. Allah Teala kimiki hidayet tapsa, hakkı eğişse ve peygamberinin iş izleriga eğiş mansa, bunun yaxşı akıbeti özü üçündür. Kimiki hak ve doğru yoldan eğip geçse, özüge cinayet yüklü algan boludu ve bunun yaman akıbeti özü üçündür dep bayan kılıp bulup, yeni mundaq dedi. Bir adam, yeni bir adamның günahını üstüge almaydı. Biri yeni birinin günahını öz üstüge ilip kötermeydi. Cevapkarlık cinayetçilerge xastır. Allah Teala bu vakti mundaq dedi. Günahı eğir bir adam başka bir biravni, günahı eğir bir adam başka biravni öz günahını üstüge ilebilişqa çaqırsa, u yıqın tuqqını bolğan taqdirdimu, onun günahıdan azraq nəsini üstüge ilib alalmaydı. Bu ayet bilen tövendeki ayetlerinin arasında hiç qandaq qarşı-qarşılıq yoktur. Ula özlerinin yüklerini ve onunla koşup başka yüklerini, yani özlerinin günahlarını ve azdırganlarının günahlarını üstüge aldı. Ula kıyamet günü özlerinin günahlarına toluk cevapkar boluşları ve özleri terpidin bilmezden azdırılganlarının bir kısım günahlarına özleri cevapkar boluşları üçün yukarıki böhtan sözlerini kıldı. Çünkü yaman yollağı çakırgıcılar özlerinin günahını ve özleri azdırıp etken kişilerinin günahlarını ulanın ezip ketişigi sebepçi bolğanlığı üçün öz üstüleriga aldı. Lekin mundaq qilish bilen ezip ket kişilerge ezip ketkenligi üçün berişki tegişlik bolğan günahları kemiyip ketmeydi. Mana bu Allah Teala'nın bendilleriga adillik ve rahmet kılışıdır. Peygamber öğretilmey turup hiç bir adamның azaplanmaydıganlığı. Peygamber öğretmey turup hiç adamını cezalığınımız yok. Yani Allah Teala bu ayette özünün adilliğinden hiç kişini onunla peygamberine öğretiş arqılıq pak turğuzmay turup azaplamaydıganlığını bayan kıldı. Allah Teala bu vakti mundaq dedi. Dövzaq gazapdan parçalanıp ketişki tas qalıdı. Dövzaqqa her kaçan bir top adam taşlanğan çağda dövzaqqa muakkal periştiler uladın. Sizlarga agahlandırgıcı, yani peygamber kemmidi deb soraydı. Ula undaq emas, bizge hakikaten agahlandırgıcı kelgan. Biz onu inkar kıldık. Hem de biz
Allah hiç adamga vahiyden birer narsa nazil qilgani yo'q. Sizlar faqat chunqur azg'unliqda dedik deydi. Kafirlar cehennemge top bo'lib haydiladi. Ular cehennemge yetib kelganda cehennemning darvozalari ichiladi. Cehennemni boshquruvchi farishtalar ularga: "Aranglardan sizlarga Rabbinglarning oyatlarini sizlarga o'qib berdigan, bugungi uchrashishning barligidan ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmaganmi?" deydi. Ular: "Shundaq payg'ambarlar kelgan, bizni ogohlantirgan, lekin azobga duchor bo'lish hukmi kufri va qilmishlari tufaylidan kofirlarga tegishli bo'ldi" deydi. Ular do'zaxda: "Rabbimiz bizni chiqarıversan, dunyodagi vaqtda qilgan amallarimizdan boshqa amallarni qilsak" deb yolvorib to'laydi. Allah aytadi: "Sizlarga umringlarni uzun qilib va'z nasihat oladigan odam va'z nasihat olalig'idek vaqt bermadimmi? Sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar keldi-ku. Endi azobni tetinglar. Zolimlarga hech qanday yordam berguchi yo'q." Bu oyatlardan boshqa Alloh taolaning hech odamni uningga payg'ambar avatmay turib do'zaxga kirgizmaydiganligini ifodalab berdigan, yana nurg'unlagan oyatlar bor. Ölüp ketgan kichik balalarning hukmi. Kafirlarning ölüp ketgan kichik balalarning hukmining qanday bo'ladiganligi ilgariki va hozirgi olimlar ixtilof qilishib qolgan masalalardir. Shuningdek, elishib qolganlarning, gaslarning, qiyrilikdan, aqlidan ketib qolgan kishining va payg'ambar da'vati yetmagan, orliqda ölüp ketgan kishining hukmining qanday bo'ladiganligimi o'xshashla ixtilof qilishib qolingan masalalardandir. Bular haqida nurg'unlagan hadislar keldi. Men bularni Alloh taolaning yordami va utuqliq berishi bilan bir-birlab bayon qilaman. Birinchi hadis. İmam Ahmad Aswad ibn Sari'dan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Hech narsa anglayolmaydigan gaz, aqli o'shi joyida emas odam, qeri odam va da'vat yetmagan, orliqda ölüp ketgan kishidan iborat qiyomat kuni o'zlarini oqlab pok keltiradigan 4 turli kishi bor. Gaz: "Rabbim, islom haqiqatan keldi, lekin men uningdan hech narsa anglayolmadim" deydi. Aqli o'shi joyida emas kishi: "Rabbim, islom haqiqatan keldi, ammo kichik bolalar menga aqli o'shim joyida emasligidan tezaklarni etishatdi" deydi. Qeri kishi: "Rabbim, islom haqiqatan keldi, lekin men hech narsa tushunolmadim, hech narsa tushunolmaydim" deydi. Orliqda o'lib qolgan kishi: "Rabbim, menga sening tarafingdan hech payg'ambar kelmadi" deydi. Ondan Alloh taolo ularning Alloh taologa bo'ysunishi uchun va'dalar ilib oladi. Ondan Alloh taolo ularni o'tga kirgizinglar deb farishtalarni avatadi. Allohning nomi bilan qasam qilamanki, agar ular o'tga kirsa, albatta o't ularga salqin va xotirjamlik beradigan bo'lib berdi. Qatadamu bu hadisni Abu Hurayra radhiyallohu anhudan shundaq rivoyat qildi. Lekin Abu Hurayra hadisning oxirini mundaq rivoyat qildi: "Kimiki o'tga kirsa, o't uningga salqin va xotirjamlik beradigan bo'lib berdi. Kimiki uningga kirmasa, uningga so'rab kirgizildi." Ishaq ibn Rahiya va
ibn Rahiye bu hadisni Muad ibn Hişam'dan şundak rivayet kıldı. İbn Cerir mu bu hadisni Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan şundak rivayet kıldı. Andın Ebu Hureyre, xalisanla Allah Teala'nın Peygamber əvətməy turub hiç adamni cazalığınımız yok diyen ayetini okunla dedi. Muammer mu bu hadisni Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılgan. İkinci hadis. İmam Bukhari ve Müslim Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet kıldı. Xuddi her qandaq hayvan balası yenidən tug'ilganda a'zolari sog' salomat, ayibsiz tug'ilganidek, her qandaq bala boshqa bir ong bo'lmagan haq dinni tonish tabiati bilan tug'ilgan bo'ladi. Ota-onasi u balani ya Yahudi, ya Hristiyan ve yoki Majusi o'tparast qiladi. Yeni bir rivayette sahabeler, ey Allah Teala'nın peygamberi, balag'at yetmay turib o'lib ketgan kichik bolalarning hukmi qandoq bo'ladi deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom, Allah Teala ularning cho'ng bo'lsa nima ishlarni qiladiganligini bilguchidir deb javob berdi. İmam Ahmed Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet qiladi. Musulmonlarning kichik bolalari jannatda bo'ladi. Ularga İbrahim aleyhisselam kepil bo'ladi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İmam Müslim İyaz İbni Hammad'dan Peygamber aleyhisselamның hadis qudusida mundaq deganligini rivayet qiladi. Allah Teala mundaq dedi. Men bendelerimni haq tarafdar qilib yaratdim. Yana bir rivayette musulmon qilib yaratdim deb keldi. 3. hadis. Abu Rija Ataridi Abu Samara radıyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivayet qildi. Peygamber aleyhisselam, barliq bolalar islomni tonish tabiati bilan tug'iladi degan edi. Sahabeler, ey Allah'ın peygamberi, müşriklarning bola chaqalari-chi dedi. Peygamber aleyhisselam, müşriklarning bola chaqalari-mi shundoq tug'iladi dedi. Tabrani Samara radıyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivayet qildi. Biz Peygamber aleyhisselamdan müşriklarning bola chaqalari to'g'riliq savol so'radik. Peygamber aleyhisselam, ular cennetdeki kişilerinin hizmetçileri bo'ladi dedi. 4. hadis. İmam Ahmed Muaviye'nin kızı Hasna'dan onun tağısının mundaq deganligini rivayet qiladi. Men, ey Allah'ın peygamberi, kim cennetde bo'ladi dedim. Peygamber aleyhisselam, peygamber, şehit, kichik bola ve terik kömürtilgen kızlar cennette bo'ladi dedi. Bu mesele to'g'risida gap qilishning yaxshi emasligi. Bu meselede gap qilish to'g'ri dalil paketlarga ehtiyojli bo'lg'achqa, ba'zi kishilar bu mesele haqida Qur'on yoki hadisdan hech qanday paket yo'q gap qilib qo'yishi mumkin. Shunga ko'p qism olimlar bu meselede gap qilishni yaxshi emas deb qaraydi. Bunda qaraydiganlar bo'lsa İbn Abbas radıyallahu anhuma, Qasim ibn Muhammed ibn Hanafiye ve başka alimlardır. İbn Habban Cerir ibn Hazim'den Ebu Rija Adarid'nin men İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın munberde turup Peygamber aleyhisselam bu ümmetning işi kichik bolalar ve qadoyi qadar haqida söz qilmaslar biri-biriga yaqin bo'ladi. Ya'ni oraliqida ixtilof bo'lmaydi degan edi. Deganligini anglaganligini rivoyat qildi. İbn Habban ular kichik bolalar bo'lsa mushriklarning kichik bolalaridir deydi. Abu Bekir'mu bu hadisni Cerir İbni Hazim'den şundak rivayet kıldı. Bir türküm alimlar
Abu Rijadın İbn Abbas radıyallahu anhumanın şundaq deganligini rivoyat qildi. Birer shahar aholisini halok qilmoqchi bo'lsak, uningdagi davlatman odamlarni bizga itoat qilishga buyuramiz. Ular itoat qilmay psixi fasod qiladi-da, ularga azobimiz tegishli bo'ladi. Shuning bilan ularni qo'rqinchli ravishda halok qilamiz. Tafsirshunoslar bu oyatning ma'nosi haqida ixtilof qilishib qoldi. Ba'zilar bu oyatning ma'nosi haqida biz uningdagi davlatman odamlarni qadarda shundoq fitna fasod qilishga buyuramiz deganlikdir. Chunki Alloh taolo fitna fasodlarni qil deb buyruq bermaydi dedi. Ba'zilar bu oyatning ma'nosi haqida Alloh taolo ularni fitna fasodlarni qilishga o'gitib qo'ydi dedi. Shuning bilan ular azobga tegishli bo'ladi dedi. İbn Jarir İbn Abbas radıyallahu anhumaning bu oyatning ma'nosi biz ularni yaxshi ishlarni qilishga buyuramiz, ondan ular fitna fasodlarni qiladi da jazoga tegishli bo'ladi deganlikni rivoyat qildi. Said ibn Jubayr bu oyatning ma'nosi haqida shundoq dedi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radıyallahu anhumaning bu oyatning ma'nosi biz u shaharga uning askarlarini hukmron qilib qo'ydik. Ular shaharlarda yomon ishlarni qiladi. Ular shu ishlarni qilgan hamon Alloh taolo ularni azob bilan halok qiladi deganlikni rivoyat qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Hiyla-mikr ishlatishlari uchun Mekkada Qurayshning cho'nglarini bosh gunohkor qilganimizdek, har bir shaharning cho'nglarini bosh gunohkor qildik. Ularning ishlatgan hiyla-mikrlari o'zlariga yanadi. Ya'ni ular shu hiyla-mikrlarning vaboliga qoladi. Ular buni sezmaydi. Yuqoridagi oyatning ma'nosi haqida Abu Aliya, Mujahid va Rabi' ibn Anas qatorliqlarmu shundoq dedi. Avfi ibn Abbas radıyallahu anhumaning bu oyatning ma'nosi biz yomon ish qiladiganlarning sonini avutdiq deganlikni rivoyat qildi. U oyatning ma'nosi haqida Ikrima, Hasan, Zahhaq, Qatada va Zuhrilamu shundoq dedi. Nuhdan keyin payg'ambarlarni inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Rabbing bandalarining gunohlarini to'liq bilib turishda, ko'rib turishda yetarlikdir. Qurayshlar uchun qilingan tahdid. Alloh taolo o'zining Nuh alayhissalomdan keyin payg'ambarlarni inkor qilgan nurg'unlagan qavmlarni halok qilganligini bayon qilish orqali payg'ambari Muhammad alayhissalomni inkor qilgan Quraysh kofirlariga tahdid soldi. Bu oyat Odam alayhissalom bilan Nuh alayhissalomning oraliqidagi ummatlarning hammasini islomda ekanligini ko'rsatdi. Hammasining islomda ekanligini ko'rsatdi. Bu oyat Odam alayhissalom bilan Nuh alayhissalomning oraliqidagi ummatlarning hammasining islomda ekanligini ko'rsatdi. İbn Abbas radıyallahu anhuma bu vaqtda mundaq dedi. Odam alayhissalom bilan Nuh alayhissalomning oraliqidagi 10 asrda kishilarning hammasi islom dinida edi. Oyatning ma'nosi: ey payg'ambarni inkor qilguvchilar, sizlar Alloh taologa ilgirki payg'ambarlarni inkor qilguvchilarning hurmatli emas, sizlar payg'ambarlarning eng esilini ve mahlukatlarının en hürmetlikini inkar kıldınlar. Ey peygamberlerini inkar kılgıçılar, sizler Allah Teala ilgiriki peygamberlerini inkar kılgıçılardan hürmetlik emez. Sizler
payg'ambarlarning eng esilini va mahluqotlarning eng hurmatligini inkor qildinglar. Shunga sizlar jazolanishga eng loyiq va eng haqliqdirsizlar. Rabbing bandalarining gunohlarini to'liq bilib turishda, ko'rib turishda yetarlikdir. Ya'ni Alloh taolo bandalarning qilgan yaxshi va yomon ishlarining hammasini bilguchidir. Alloh taologa ularning qilgan ishlaridan maxfiy bo'ladigani yo'qdir. Biz dunyoni ko'zlaganlar ichidan xohlagan odamga uning xolig'ini emas, bizning xolig'imizni beramiz. Ondan uni oxiratda jahannam bilan jazolaymiz. Jahannamga u xorlangan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda kiradi. Kimiki oxiratni ko'zlaydigan va mu'min bo'lib oxiratga loyiq amallarni qiladigan, mundaq odamlarning qilgan amali Allohning dargohida qabul bo'ladi. Dunyoni ko'zlagan kishining jazosi va oxiratni ko'zlagan kishining mukofoti. Alloh taolo bu oyatda dunyo va dunyodagi noz-ne'matlar ularni orzu qilgan va talab qilgan kishilarga keladi deb xabar berdi. Dunyo va dunyodagi noz-ne'matlar ularni orzu qilgan va talab qilgan kishilar keladi deb xabar berdi. Alloh taolo bulardan xohlagan kishiga xohlagan miqdorda berdi. Bu oyat mushu mazmunda kelgan boshqa oyatlarning hammasini dunyo va uningdagi ne'matlar Alloh taolo xohlagan kishiga va ulardan Alloh taoloning xolig'ini keladi deb xoslashtirdi. Chunki Alloh taolo bu oyatda mundaq dedi. Biz dunyoni ko'zlaganlar ichidan xohlagan odamga uning xolig'ini emas, bizning xolig'imizni beramiz. Ondan uni oxiratda jahannam bilan jazolaymiz. Jahannamga u xorlangan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda kirdi. Ya'ni u yo'qolib ketadigan dunyoni mangu qoladigan oxiratdan a'lo bilib, o'zining yomon ish qilib qo'yganligi uchun ayblangan, Alloh taoloning rahmatidan yiroq qilingan va xorlangan holatda jahannam kirdi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Kimiki oxiratni ko'zlaydigan va mu'min bo'lib oxiratga loyiq amallarni qiladigan, ya'ni kimiki oxiratni va uningdagi noz-ne'matlarni ko'zlaydigan, savob va mukofot beradiganligiga chin dilidan ishonib turib, uni o'z yo'li bilan izlaydigan, uning yo'li payg'ambar alayhissalomga ergashish bo'ladi. Bundaq odamlarning qilgan amali Allohning dargohida qabul bo'ladi. Alhamdulillah, Alloh shukürler bo'lsin. Yuqorida Isro surasi tafsiridan 19-oyatgacha angladinglar. Oxirini kelar qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.